Yong'in xavfsizligi oyligi doirasida hududlarda o'quv amaliy mashg'ulotlar o'tkazilib, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida profilaktik ishlar kuchaytirilmoqda. Viloyatning Muzrabot tumanida o'tkazilgan tadbir xususida esa hozirgi lavhamizda batafsil so'z boradi. Yurtimizda 1 dekabrdan 30 dekabrgacha yong'in xavfsizligi oyligi deb e'lon qilingani munosabati bilan mamlakatimizning barcha hududlarida profilaktik tadbirlar, o'quv amaliy mashg'ulotlari hamda aholi o'rtasida targ'ibot ishlari keng ko'lamda olib borilmoqda. Shu doirada 2025-yil 3 dekabr kuni Muzrabot tuman ixtisoslashtirilgan maktabida tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi bilan hamkorlikda keng qamrovli o'quv amaliy mashg'uloti tashkil etildi. Tadbirning asosiy maqsadi o'quvchilar va aholining favqulodda vaziyatlarda, xususan yong'in sodir bo'lgan to'g'ri harakatlanishi, yong'inni bartaraf qilish jarayonida qo'llaniladigan texnika va vositalardan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat bo'ldi. Mashg'ulot davomida mutaxassislar tomonidan yong'in xavfsizligi qoidalari, yong'inga qarshi uskunalarning ishlash prinsiplari, ulardan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rgazmali chiqishlar o'tkazildi. Amaliy mashg'ulot jarayonida o'quvchilarga yong'inni dastlabki bosqichda qanday o'chirish, o't o'chirgichlarning turlari va ulardan foydalanish tartibi, xavf darajasiga qarab to'g'ri usulni tanlash bo'yicha real ko'rsatmalar berildi. Xodimlar tomonidan yong'in vaqtida bajarilishi lozim bo'lgan asosiy bosqichlar, o't manbasini izolyatsiya qilish, xavfsiz masofani saqlash, evakuatsiya yo'laklaridan to'g'ri foydalanish kabi amaliy mashqlar ko'rsatib berildi. Mashg'ulotning navbatdagi qismida favqulodda holat yuz berganda qanday yo'l tutish, jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish qoidalari, xavfsiz evakuatsiya tartibi haqida batafsil tushunchalar berildi. O'quvchilar bunday holatlarda o'zini tutish, yordam chaqirish, xavfli hududdan tez va tartibli tarzda chiqib ketish bo'yicha zaruriy ko'nikmalarga ega bo'ldilar. Videoroliklar namoyishi orqali o'quvchilar real hayotiy vaziyatlarni yanada chuqurroq tushunish imkoniga ega bo'lishdi. Shu bilan birga tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan maktabning qishki isitish tizimlari ham ko'zdan kechirildi. Ularning to'g'ri ishlashi, xavfsizlik talablariga rioya etilishi, isitish moslamalaridan foydalanish qoidalari, gaz va ko'mir yoqilg'i ishlatilganda ehtiyot choralari haqida o'qituvchilar va texnik xodimlarga kerakli tushunchalar berib o'tildi. Mana bugun Muzrabot tuman ixtisoslashtirilgan maktabda yong'in xavfsizligi oyligi munosabati bilan amaliy o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Favqulodda vaziyatlar vazirining 285-sonli farmoyishiga asosan 1-dekabrdan 30-dekabr kuniga qadar yong'in xavfsizligi oyligi munosabati bilan amaliy mashg'ulot o'tkazildi. Amaliy mashg'ulotni o'tkazishdan maqsad o'quvchilarimizda yong'in xavfsizligi va favqulodda vaziyatlar bo'yicha bilim ko'nikmalarini shakllantirish va yanada takomillashtirishdan iboratdir. Xodimlar qish mavsumida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan gaz sizib chiqishi, tutun to'planishi kabi xavf-xatarlarning oldini olish bo'yicha aniq tavsiyalar ham taqdim etdilar. Tadbir yakunida o'quvchilar va maktab jamoasi o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javob oldilar. O'quv amaliy mashg'ulot o'quvchilarning yong'in xavfsizligi borasidagi bilimini mustahkamlash, hushyorlik va mas'uliyat hissini oshirish, shuningdek favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish bo'yicha amaliy tajriba berish bilan alohida ahamiyat kasb etdi.